Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tabrik loyihamiz Berunyofi Navoiyat delga bo'lib turibdi. Ya'ni Bahram akamizning ayollari Malika opamizning 60 yosh yubileylari bo'lib turgan. Bizlarni farzandlari taklif etdi hamda musofirdan Hasanboy farzandlarining nomidan keldik. Hozir farzandlarining Malika opamizga sovg'alari bor ekan. Topshirib Malika opamizni quvontirib boramiz hamda tug'ilgan kunlarini chiroyli etib YouTube'ga esdalik etib saqlab boramiz. Endi Malika opamizning qizlari hamda kelinlarining sovg'alari bor ekan. Shularni topshirib, bulardan ham tabrik so'zlarini eshitib boramiz. Marhamat. Apam tug'ilgan kun ekan, yuzlarga chiqsin, akam bilan teng qartayishsin, Xudoyim. Baxtimizga sog' bo'lib yurgaylar hamisha oldimizda. Avvalambor apam bilan apam tabriklayman. Xudoyim baxtimizga sog' bo'lsin. Yuzlashlar qilsin. Apam tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib oldimizda sog'-salomat o'ynab kulib yursin. Atam bilan teng qartayishib, shunday aqtiqlarning to'ylarini ham ko'rib, shutib nishonlab o'tirurgaymiz, Xudoyim. Apam tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Yuzlarga kirsin, oldimizda sog' bo'lsin. Apam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Atam bilan teng qartayishib, oldimizda sog'-salomat yursin. Bolasining nomidan ham tabriklayman. Aynan qarab söyle apam tug'ilgan kun bilan tabrikla. Apam söyle. Kimni to'lamayman. Merjana söyleydi bile. Merjana. Mamasını tabriklayversin qani. Mamam tug'ilgan kunini tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga chiqamiz. Yaxshi kunlarga chiqamiz. Muratbek tabriklayversin ham apamga. Gider.
Endi Malik apamızning opa-singillari hamda barcha yaqinlarining tabrik so'zlarini eshitib boramiz. Marhamat. Hurmatli mehmonlar, mana bugun singlimning quvonchina she'r ko'p kelgan ekanmiz. Xudoyim shu singlim 100 yoshlarga chiqqay, o'stirib o'tirgan o'l-qizlarning rohatlarini ko'rsin. Aqtiq, chavliq yovliqlarni ko'rmak nasib etsin. Shunday yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Uzoq umr tilayman. Bahram bilan qo'sha qarib, aqtiq, chavliq yovliqlarni ko'rmak nasib etsin. 100ga chiq. Savobi baxtimizga. Ayapa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rgaysiz, Xudo. Sog' yurgaysiz. Bahram aka bilan teng qatnashgaysiz, Xudo. Farzandlaringizning yaxshi kunlarini ko'rmak nasib etgay hammamizga. Birga o'tirmoq nasib etgay hammamizga. Ayapa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rgaysiz, Bahram akam bilan teng qartayishib, hamma vaqtdalashib yurgaysiz. Eldimizda sog' bo'lgaysiz. Og'zi burchiligimiz mustahkam bo'lsin. Apa-singillarimiz sog' bo'lsin, eldimizda hamma vaqtlarimiz. Kellansa rohatini ko'ring. Ayapa tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. 100 yoshlarga chiqib yurgaysiz. Bahram akam bilan teng qartayishib, aqtiq chavliqlaringizning rohatini ko'rib o'tirgaysiz. Uzoq umr ko'rib, Xudoyim. Kellan xizmatini ko'rib o'tiravering. Aypama baxt tilayman. Xudoyim eldimizda sog' yurgay. Shunday o'zi birchiligimizni berib o'tirurgaymiz. Shunday yaxshi kunlarda ko'rishib yurgaymiz. Xudoyim sog' bo'ling baxtimizga. Kellaningizning, aqtiqlaringizning rohatini ko'rib yurgaysiz. Bahram akam bilan teng qartayishib. Malika opa tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Teng qartayishing Bahram akam bilan uzoq umr ko'rgaysiz. Kelinlaringizning rohatini ko'rib o'tirurgaysiz. Tabriklayman. Malika tug'ilgan kunlaring qutlug' bo'lsin. Xudoyim Bahram bilan qo'sha qartayib shu aqtiq, chavliq, yovliqlarning qiziqlarini ko'rib, rohatlarini ko'rib o'tirmoqlar nasib etgay Xudoyim. Hamisha shu xonadon to'y deb yaxshi kunlarda keling Xudoyim. Dasturxoningiz barakatli, xayrli bo'lgay Xudoyim. Sovchilik bo'lgay, baxtli bo'lgaysan Xudoyim. Sog' bo'l. Malika qutlug' bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, umrlaringiz uzoq bo'lgay. Bahram akam bilan teng qartashib yurgaysiz, baqalaringiz rohatini ko'rib, eldimizda sog' yurgaysiz. She'r ayting. Zulfiya aytaman deb o'tiribdi. Tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Xudoyim Bahram akam bilan teng qartashib, baqalaringizning oldida sog' yurgaysiz. Baba atam bilan teng qartashib, birga o'ynab kulib yurgaysiz. Malika opa tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bahram akam bilan teng qartashib, baqalaringizning qizig'ini ko'rib, yemak nasib etsin. Mama tabriklayman. 60 yillik yubileyingiz bilan atam bilan teng qartashib, baxtli farzandlaringizning rohatini ko'rib o'tirgaysiz. Apa tug'ilgan kuningiz bilan Xudoyim shu 60 yoshlaringiz qutlug' bo'lsin. Ko'p-ko'plarni ko'rgaysiz. Akam bilan qo'sha qarab, bog'alaringizning xizmatlarini, baxtlarini, rohatlarini ko'rib o'tirgaysiz. Hamisha o'ynab kulib kelgaymiz. Tabriklayman. Sog' bo'lgaysiz hamisha. Va tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Yuzlarga kirib, eldimizda sog' salomat o'ynab kulib yurgaysiz. Atam bilan teng qartayishib. Apa tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib, atam bilan teng qartayishib, baxtimizga sog' bo'ling, balansinglar bilan tabriklayman. Madina xonimning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, yuzlarga kirsin. Shularning to'ylarini ko'rib o'tirasiz Xudoyim. Sizni yaxshi ko'raman. Apa tug'ilgan kuningiz bilan 100 yoshga kiring. Atam bilan teng qartayib, baxtimizga sog' salomat yurgaysiz. Qiziqlarimizni ko'rib. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Akam bilan teng qartayish qilaysiz Xudoyim. Bizning rohatimizni ko'rgaysiz, baxtimizni Xudoyim. Yildan 100 yoshlarga kirgaysiz.
Xala qutlu olsun to'lgan kunlarınız sizlərə çıxıb Baxram akam bilan teng qatnaşıb yururgaysiz. Melika xala təbrikliyəm. Daim yüzlərə çıxıb Baxram akam bilan teng qatnaşıb, daim aqtıq, çoğluq, yo'qluq görüb, həmişə kulib oynab yururgaysiz. Apamның namından ham təbrikliyəm. Xudoyim yüzlərə çıxıb yururum. Hammangizning tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Ilohim Malika opa, biz ham sizni tabriklab qolamiz. Musofirdagi farzandingiz ham kelasi yil bag'ringizga to'lib toshib, xudo xolasa, uning ham ishlarining rivojini bersin. Sizni shuncha meni quvontiraman deb bizlarni chaqirgan ekan. Hamda aqtiqlaringizning tug'ilgan kunlari bilan ham tabriklab qolamiz. U qizimizning ham umrlari uzoq bo'lib, Xudoyim sizni quvontirib yuravergay. Endi Bahram akamizning qudalarining ham tabrik so'zlarini eshitib boramiz, marhamat. Rahmat balam. Yaxshi, tug'ilgan kunlaring Alloh taolo Xudoyim qutlu muborak bo'lsin. Hava şu aqtiqlardan Alloh taolo Xudoyim çoğuluqlarning kamalini ko'rib Alloh Malika bilan sog'liqda, salomatlikda Alloh taolo yuravergaysan. Sog' bo'lgaysan, baxting yetmagay, davlating qochmagay. Bahram aka tabriklayman. Xudoyim umri uzoq bo'lsin. Birga baxtli bo'lasizlar. Shu aqtiqlarning bayon to'ylarini ko'rmak nasib etsin. Tabriklayman yana bir bor. Sog' bo'lsan, yaxshi kunlarni nasib etgay. Yaxshi rahmat murattab uchun. Shu yuzlarga qaraysin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Baxtiyatman bizga shu. Aqtiqlarni to'ylarini deyib birga ko'tarib o'tiramiz. Xatarınız gəlmə Xudoyim. Hammangizning tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Bahram aka tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Ilohim kulib o'ynab, teng qartashib yuravergaysiz. Farzandlaringizning rohatini ko'rib, farzandlaringiz ham sizni hamisha shu yutib quvontirib yuravergay. Endi bir chiroyli etib davra o'yinlarini ham o'tirib boramiz.
Canlana ey yara,